Rivoyat qilinishicha, qiyomat kuni insonlar 12 qism bo'lingan holda tiriltiriladi. Birinchisi, 2 qo'li va 2 oyog'i yo'q holda tiriltiriladi. Bir nido qiluvchi, bular dunyoda qo'shnilariga ozor bergan, lekin tavba qilmasdan o'lgan kishilardir deydi. Mana shu ularning do'zaxga tashlanishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, namozni yengil olib, tavba qilmay o'tganlar cho'chqa suratida tiriltiriladi. Uchinchisi, zakotni ado etmaganlar qornlari ilon va chironga to'ldirilgan holda tiriltiriladi. To'rtinchisi, savdoga, tijoratga yolg'on aralashtirganlar og'izlariga qon to'ldirilgan holatda tiriltiriladilar. Beshinchisi esa Allohdan qo'rqmasdan, balki insonlardan qo'rqib gunohlarni yashirgan, lekin tavba qilmay o'tgan kishilar o'limtik kabi sassiq hid bilan tiriltiriladi. Oltinchisi, yolg'on guvohlik bergan, ammo tavba qilmay o'lganlar halqumlari kesilgan holda tiriltiriladi. Yettinchisi esa guvohlik berishni man etgan, tavba nimaligini bilmay o'lganlar og'izlari iring va qonga to'la holda tiriltiriladi. Sakkizinchisi, tavba qilmasdan o'lgan zinokorlar boshlari egik, avratlaridan yiring qon oqqan holda tiriltiriladi. To'qqizinchisi, yetimlarning va odamlarning mollarini nohaq yeb, tavba qilmay o'tgan kishilar yuzi qora, ko'zlari ko'kargan, qornlari otashga to'ldirilgan holda tiriltiriladi. 10-si esa ota-onasiga oq bo'lgan, tavba qilmagan, ulardan kechirim so'ramay o'lgan kishilar tanalari pes va mahov holida tiriltiriladi. 12-si esa mast qiluvchi ichimliklar ichib, tavba qilmasdan jon taslim qilgan kishilar qalblari va ko'zlari ko'r, tishlari ho'kizning tishiga o'xshash, lablari ko'ksilariga osilgan, tillari qornlarigacha shalvirab qolgan holda tiriltiriladi. Mana shu 11 toifaning jazosi jahannamdir. Ezgu ishlarni qilgan, xayrli amallarning boshini tutgan, gunoh va yomon ishlardan tiyilgan, 5 vaqtni kanda qilmagan, 5 vaqt namozni kanda qilmagan, doimiy tavba qilib yurib vafot etgan kishilar oydin kechadagi to'lin oy kabi yuzlari porlagan holda tiriltiriladi. Ular Sirot ko'prigidan yashin tezligida o'tib olishadi. Ularning mukofoti jannat, mag'firat va rizvondir. Yuqoridagi illatlardan o'z asrasin. Musulmon uchun 30 vas kitobidan.